Assalomu alaykum. Mana bu obyektimiz. Mana yangi obyekt. Bu obyekt 8 xona 7 xonadan iborat. Bu qilayotgan syomkamiz ham shu yerda ishlaydigan ustalar uchun yog'och ustasi bormi, shpakilovkachi bormi, suv vositalari bormi, hamma ustalar uchun va bizni kuzatayotganlar uchun. Mana bu освещениеga, yonboshga, tepalarga ham bor освещение. Endi xonadonni ichiga kiramiz. Kirganimizda mana dorozaxona. Dorozaxonada mana bu ko'chani ikki yonboshi uchun освещение. Mana devordan chiqayotgan. Xudo xohlab nasib qilsa mana bunday ichib ketgan akalar. Mana ko'rdinglar, ikki yonboshi ichib ketyapti. Keyin mana sekin yana ketyapti mana. Mana bu dorozaxonamizni освещениесі uchun o'rnab turibdi ana. Chiqarib qo'yganmiz. Mana tushyapti mana. Mana bu освещение. Xudo xohlab nasib qilsa kelamiz. Xonadonni oldi qismiga o'tib, mana oldi qismini sizlarga ko'rsataman. Mana bu tashqari uchun mana. Tashqarida mana plampa bo'ladi. Plampaning tagiga освещение bu. Endi birinchi etajimizga kiramiz. Mana bu birinchi etajimizda asosiy yashigi. Asosiy yashigi bu tadi освещение, rozеtka mana bu yerga. Mana ketyapti rozetkalar. Tepada ventilyator uchun, освещение uchun mana. Akalar, ishimizga baho berasizlar endi o'zingizlar. Ko'rib mana ikkinchi xonamizga kiramiz. Mana bu kelyapti. Mana ichkaridan o'ymadik, faqat tashqaridan o'yildi. Sonra ichkariga biror narsa qatirsa, biror narsa ursa, urib qo'ymaydi. Mana ketyapti mana. Endi yonidagi xonaga kiramiz mana. Mana xonamiz mana oshxona bo'ladigan darajada mana ketyapti mana. Mana rozetka ключатор. Bu ключатор u yoqqa ketyapti rozetkamiz. Bu tepaga ketyapti. Yaxshi ketayotgan tok dorozaxonaga ketyapti. Endi mana keyingi xonaga. Bu xonamiz ham mana rozetka ключатор. Ichkarida o'yilmagan, tashqarida o'yilgan. Mana ketyapti rozetka mana. Endi mana bu xonani tanishtirib oldik mana. Mana bu освещениесі bo'ldi, hammasi bo'ldi mana. Xudo xohlab nasib qilsa endi tepa etajimizga chiqamiz. Tepa etajimiz mana tepa etajimiz ancha-muncha kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Mana bu ikkinchi etajimizni asosiy yashigi. Mana shu yerda hamma joyga tarqagan. Mana ketyapti. Mana bu birinchi etajga podvalga tushib ketgan asosiy kabel shu yerdan tushgan mana bu joydan. Hamma yog'imiz albastirlab, yopilib. Mana bu ichkari xonaga ketyapti. Bu mana shu koridorimizga mana holimizga. Holimizda освещениесі bor, rozetkasi bor. Mana bu detskiy xona bo'ladi. Mana bu rozetka. Bu ham tashqaridan kirgan. Mana shu yerdan chiqib ketib, tashqaridan kirgan. Paravatapni qo'ysa, urib qo'ymaydi. Mana bu televizor. Ikkita rozetka bor, bitta antena bor. Mana bu ключаторimiz, rozetkamiz. Mana tepada освещение mana. Kam ko'rsa bo'lsa kommentariyada fikringizni bildirib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilarimiz. Mana bu spalniy xona. Mana spalniy televizorimizni poldan tepagacha 1,5 metr. Mana antenani mana gofralarga tiqib qo'yganmiz antenani. Mana o gofraga tiqib qo'yganmiz. Gofra bilan chiqayotgan shu yerdan tepagacha gofra. Antena gofraga pameh bermasligi uchun. Mana bu yerda ketyapti mana. Mana rozetka. Endi mana bu yerda
konditsionerga bor mana. Mana bu konditsioner uchun mana bu rozetka. Mana bu spanliyni bosh tomoniga tumshgan tepasida turadigan освещение bir tomonga yana bitta освещение rozetkasi bilan. Mana bu mana shu xonani rozetkasi mana. Mana bu yerdan hech qanaqa sim chiqmagan, faqat tashqaridan chiqqan. Tashqaridan shu yerga kirgan ana tepadan. Bu yerga parda qatirsa, biron narsa qatirsa urib qo'ymaydi. Endi baho berib olasizlarmi biz ishimizga? Mana shu xonadon egasi. Xudo xohlasa nasib qilsa bitganda yana bir syomka qilib qo'yamiz.